Ko'plar o'ylashadi, что kollagenni faqat yuz uchun ichish kerak. Adashasizlar, chunki bu kollagenni foyda spektri juda ham katta. Aslida men kollagenni ichaman suyaklarimni va bo'g'imlarimni oziqlantirish uchun. Bundan tashqari, varikozi borligi qon tomirlarini mustahkamlaydi va traxeyadan to matkamizgacha hamma organlarida kollagen bo'lishi kerak. 25 yoshdan keyin buni foizi pasayadi. Shuning uchun hamma organlar osilishni boshlaydi, prolapsi boshlanadi. Chunki biz kollagen iste'mol qilib, shu organlarni to'qimalar elastikligini oshirish uchun kollagen iste'mol qilishimiz kerak. Men vaqti bilan bir kurs kollagenni ichib turaman. Terim yaxshilashdi. Tirsak, tovonlar, sochim to'kilishi to'xtab, mayda sochlar o'sib boshlab, yaltirashi hamda yuzim yaltirashni boshladi. Aslida suyaklarimni oziqlantiraman deb hamma yog'imni oziqlantirib oldim. Coral Club'da kollagen yana ham kuchli bo'ldi. Bu tripeptid kollagen. Buni tarkibida 3 ta aminokislota bor. B kompleks, gialuronoviy kislota, o'sha ko'rsatgan bialuronimni tarkibidagi kislota shuning ichida. Va vitamin C katta dozada. Shuning uchun kollagen singishi, tanamizga so'rilishi